Diqqat! O'zbek xalqiga jiddiy ogohlantirish. O'zbekistonning barcha viloyatlarida 15-noyabr kuni qanday ob-havo bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Videorolik ostidagi like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet 15-noyabr kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 4-6 daraja iliq, kunduzi 18-20 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 19-24 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 12-17 daraja iliq bo'ladi deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing va eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.